Navbatdagi o'rnatuv jarayonimiz Namangan viloyati Norin tumani Jamshid aka uylariga kelib o'rnatdik. Jarayonimiz 3,5 metrlik joy tashlashgan ekan. Biz 3 metrlikka qildik. Ichkarida patologik joy yo'qligi hisobiga biz tashqaridan ochiladigan qilib holatda qilib o'rnatdik. Shuni holati ham bo'ldi. Mana shu jarayonimizda akamizga yana o'tini topshiryapmiz. Avvalambor rahmat. Shu tarmog'ida kuzatib borib, ularga zakazlar berdik. Muddatidan avval qilib berishdi. Alloh rozi bo'lsin. Ishlar yaxshi ekan, sifatli ekan, sizlarga tavsiya qilamiz. Rahmat aka.